اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah Taala faziletli ayyam mübarek kechalarda bu yerda o'tkazilgan Mavlud Sharif Imom Barzanjiyni qalamlariga mansub mana bu go'zal qasidani qorilarimiz eng go'zal holatda tilovat qilib berdilar. Durud, salovat, salomlar, xatm Qur'on, xatm sag'ir qilayotgan duolarimiz Parvardigor dargohingda husn qabul aylagin. Hosil bo'lgan savoblaridan avvalo payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning huquqlari, u kishining oila a'zo, ashabi kirom, o'tmishda o'tgan jumla mu'min va mu'minalar, diyorimizdan o'tgan aziz avliyo, pir ustozlarimiz, Andijon vodiyda xizmat qilgan ulug' ustozlarimiz, qordadalarimiz, qorakalarimizni, ulamo-i kiromlarimizni va xosatan bu yerda bir qancha nomlari zikr qilingan, zikr qila olmaganlarimizni, duoda amin deb qo'l ochib turgan hammalarimizdan umidvorlar, xosatan Bahodir akamizni Badarov buzuruqlari, Abdug'ani hoji dadamiz, volidai muhtaramalari, ota-ona avloddan o'tgan, qavm qarindosh, yor do'st, qadrdonlaridan o'tganlarini, barchalarini ruhoniyatlariga fi sabilillah baxshida qildik. Bu qilingan tilovat Qur'oni Karim, aytilingan durud, salovat, salomlarimiz, zikr etganlarimizni qabrlariga Alloh nur aylasin. Ruhlariga surur, yotgan joylarini, barchalarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Mana shunday ulug' muborak kechalarda ana bu Mavlud Sharif bilan birgalikda o'tkazilayotgan aqiqalarini Parvardigor dargohida husn qabul qilsin. Bu aqiqa zikr etgan nomlarini Hasan qori akamiz chaqaloqlarni joniga garov bo'lsin. Kelajakda to'rtta nichasi sog', dini diyonatda mustahkam bo'lib, unib, o'sib, ulg'ayib, qorakalarimizga o'xshagan, mana ustozlarga o'xshagan ulug' qorilardan, Hazrat Shayxga o'xshagan o'z zamonasini zabardast ulamolardan bo'lishligini Parvardigor o'zi nasib aylasin. Hoji akamiz ahliyalari bilan qo'sha qilib, hamma farzand nabiralarini, qavm qarindoshni, el yurtni duogo'ylari bo'lib yurishliklarini Parvardigor o'zi nasib aylasin. Bugungi da'vatni qabul qilib uzoq yaqindan qadam raddida qilgan aziz mehmonlarimizni Parvardigor qadamlarini qutlug' muborak aylagin. Bu azizlarimizni xonadonlarida ham yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar, mana shunday go'zal Mavlud Shariflar o'tishligini Parvardigor o'zing nasib etgin. Tadbirda xizmat qilayotgan barcha katta kichik aka-uka, opa-singillarimizdan o'zingdan so'rab yurgan qalblaridagi eng yaxshi niyatlariga muyassar muvaffaq aylagin. Aziz yurtimiz, jannat makon O'zbekistonni samoviy aroziy ofatlardan hamisha o'zingni hifz himoyangda asragin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qil, diningga quvvat ber, mo'min musulmon bandalaringga omadlar ato aylagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.